Hammaga salom. Sizlar bilan Kapitan. Bugun sizlar bilan Koreyskiy PUBG haqida gaplashamiz. Old Redki Globalga birga o'ynasa bo'ladimi, yo'qmi? Hammasini gaplashib o'tamiz. Ba'zida mana BPga oddiy paltolar yig'ib bemalol olsalar bo'ladi. Eng yaxshisi bu yerda Cerebro yo'q. Hammasida tushadi, mana ko'rib turganinglardek. Ba'zi shunaqa orujalar almashib keladi, lekin yo'q ba'zi. Mana hech qaysi birida Cerebro yo'q. Cerebro tushmaydi unda. Cerebro o'sha case tushmaydi. Bitta minus tarafi lekin yo'q. Ba'zi Inferno gaskasini qaytarib qo'yishgan. Old bo'lgan paltolari bilan hattoki ryukzagini ham qaytarishgan. Mana hozir ryukzagini ham qaytarishgan. Bu ham oldlardan biri. Minus tarafdan pulemyoti, DPS'i juda ham qiziq bular ham. Ba'zi Cerebro yig'ib turib old tush olaman degan akalarimiz uchun Cerebroda ham old skin va tush olsak bo'ladi. Mana 360 Cerebroga old bo'lgan sariq M416 ga skinni olamiz. Ba'zi 480 Cerebroga atiga samolyotga skin, ba'zi palto, ba'zi 3300 ga bu ham old. Ba'zi old bo'lgan mo'miyolarimiz ham olsak bo'ladi Cerebroga. Hozircha Cerebrodan shular, mana ko'rib turganinglardek juda ham ko'p mifik shtoshlar, ba'zi redki old shtoshlarimiz bor, ba'zi olaman deganlar uchun. Ba'zi mana sizlarga hozir ochib ko'rsataman. Mana Cerebro umuman tushmaydi. Mana yana ochamiz bitta. Cerebro yo'q, mana ko'rasizlar. Bam. Cerebro tushmaydi, ko'ryapsizlarmi? Umuman Cerebro tushmaydi. Globalga ulanadi. Yana bitta ma'lumotimiz, globalga 100% ulanadi. Global PUBG bilan bir xil. Global PUBG bilan bir xil o'ynayverasizlar. Prosta bitta farqi, lekin yo'q. Hammaga rahmat. Keyingi videomizda Koreyskiy PUBG o'rnatish videosi bo'ladi.